Assalomu alaykum aziz obunachilar. RR Sport mototsiklimiz tayyor bo'lgan. Sizlarga qisqacha video obzor ko'rsatib beraman. Bu 5-6 yoshdan 13-14 yoshgacha bolalar uchun mo'ljallangan 100 kilo ko'tara oladi mana. Oldi abrisovkalari moshniy qilib ishlangan. Glani sariq svetlar yonadi, glani svetlar, oq svetlar ham yonadi. Mana oldi abrisovkalari. Oldi ko'rinishlari va mana yon ko'rinishlarini ko'rsatib o'taman. Yon ko'rinishlari ham chiroyli qilib ishlangan. Balonlarga kelsak, balonlari rezniy yumshoq bilan bo'ladi. Ikkita balonlari yurganda ovozlari chiqmaydi. Ikkita balonlar tortadi. Tormozlari alyuminiy bo'ladi, oporniy diskalari trosli bo'ladi. Tormozlari siqimashdan tormoz beriladi. RR yozuvlargacha bor. Bakoylari matviy karbon qilib ishlangan. Mana ikkita tarafda oldilari. Mana yon ko'rinishlari ham ancha moshniy qilib ishlangan. Yon ko'rinishlari ham glani yonida svetlar yonadi. Bu yana svetlar har xil bo'lib yonadi. Mana yonishlarini ko'rasizlar. Pastki svetlargacha yonadi. Mana bu yerda yonida ham svet yonadi. Bu yoqda balon tarafda ham, sidina tagida ham svetlargacha yonadi. Yon ko'rinishlari har xil rang bo'lib yonadi. Sidina taglari ham oyoq qo'yadigan joylargacha bor. Bunaqa podstavka balonlari ham bo'ladi. Bu balonlarning keyinchalik olib tashlanglar bo'ladi. Mana yonishlari. Orqa balonlarning yezin yumshoq balon bo'ladi. Orqa balonlarni tortadi. Bittada ikkita balon aylanadi va ikkita skorsli bo'ladi. Mana sidina tagida kullelari ham ishlayapti. Akkumulyator ham sidina tagida joylashgan 24 voltli bo'ladi. Hop, keyingisi sidinalar ekokoji bitta o'rinda qilib, mana orqa ko'rinishini ham ko'rsatib o'taman. Mana orqa ko'rinishlari pavrotniy svetlar qilib ishlangan. Glani orqada svetlar ham yonadi. Orqa abrisovkalari. Mana yonlarni ham ko'rsatib o'taman. Yonlari ham ancha chiroyli qilib ishlangan. Sidinalar bitta o'rinda qilib ekokoji sidina, bachokli qilib ishlangan, originallik qilib, multimedia sistemasi bor. Fleshka ham qo'shsa bo'ladi. Old orqa yushlari, muzikalarning o'tqishlari, signallargacha bor. Mana bu yerda buni aylantirganda mana hozir bezuka qilib qo'yilgan. Mana bitta обычный qilib qo'ysa bo'ladi, ovoz chiqadigan. Ovozlar chiqadi. Mana shunda aylantirganda buni bezuka ham qilib qo'ysa bo'ladi. Mana birinchi, ikkinchi kurslari bo'ladi. Mana bitta kalitni zavod qilishlari. Ovozlarni eshitasizlar. Ovozlar mana shu tarafdan chiqadi. Zaryad qiladigan joylari bo'ladi bu yerda. Va mana bitta qo'llarda tormoz beriladi. Mana oldilari ham chiroyli qilib ishlangan. Mana yon ko'rinishlari. Zakaz bersanglar qilib beramiz sizlarga inshaalloh. Ancha moshniy ishlangan, 100 kilo ko'taradi. Kattalarni ham bemalol ko'taradi. Rahmat, sog' bo'linglar. Mototsikllarimiz tayyor bo'ldi. RR Sport mototsikllar o'zi.